Yashayverasan bo'ladimi? Ha, mayli, ko'raman-da. Ana shu yerda yashashim kerak. Mayli, yashayveraman. Ehtiyot bo'l, jinomasan, yo'qqa chiqma. Qani, unda 1-2 kundan keyin ko'charsan. Ha, indinga ko'chaman. Bo'pti, xayr, do'stim. Yaramas. Hey yo, bir-biriga salom do'stlar. Bugun videomizda nima qilamiz? Yangi uyga ko'chib, o'sha uyda obzor qilamiz. To'g'ri, uyimiz dacha. Dacha basseynchasi ham bor. Xullas, indinga ko'chamiz do'stlar. Indinga kechqurun ashita videoni men o'zim yoqaman do'stlar. Hozircha men uyimga boraman. Uyimda hech narsam yo'q. Endi uyimda narsalar bor. Men просто так qishloqdagi uyda. Xullas, o'zim gapimga o'zim tushunmayapman. Mayli. Xullas, men shu narsalarimdan olib o'sha yerga ko'chaman-da do'stlar. Qancha qilay do'stlar, indinga o'zim videoni o'sha dachada kechqurun yoqaman. Xayr. Mana nihoyat tong ham otdi. Yana bir bor barchaga salom do'stlar va men sizlarga aytgan joyga keldim. Yo'qol. Nima yurib buni? Yo'q, bo'lishi mumkin emas. Yo'q do'stlar, bo'lishi mumkin emas. Bu nimasi? Ay, kim urdi? Ay, bo'lmas. Shumayda soq. Hozir ketishim kerak soq. Yo'q. Ketishim kerak. Yo'q. Tezroq. Sinchi. Yo'q. Ketishim yaxshi. Yo'q. Do'stimning uyiga borishim kerak. Ha, do'stlar, yo'q. Bo'lmasa. Yo'q. Borishim mumkin emas. Xolasan. Kim bu? Uyga kirishim kerak. O'chi. Bo'lsin. Shumaydi. Bu nima edi? Bo'lasan. Kimsa yo'qlar, ket bu yerdan. Bugun tunda bo'lasan. Yo'q, bo'lishi mumkin emas. Yo'q. Bo'lasan. Bo'lasan. Shuni qatdan kelib bo'lasan. Shuni bo'lishi mumkin emas. Endi nima qilaman? Shuni yaxshi uxlayman. Hozir uxlayman. Nihoyat tong ham bo'ldi. Kecha nimalar bo'lgan edi? Mayli, zotto ovoz eshitmayapti-ku. Qo'limni yuvib chiqay do'stlar. Chorvanaman. Buni kim qildi? Buni kim qildi? Mayli. Endi kecha narsalarda borib do'stimga aytib berishim kerak. Sekretga bo'lmas ham. Men yashamayman bunaqa uyda do'stlar. Xo'sh, albatta bu videoning ham ikkinchi qismi bo'ladi. Ikkinchi qismi uchun menga xullas obunachi shartdan bas, like shartdan bas 60 ta like yig'ib bersanglar bo'ldi do'stlar.
Salom Fikret. Nimaga kelding? Bor yo'qoldi, achangda yashamaysanmi? Bor. Yo'q, sen u yerda nima bo'lar ekan bilmaysan. U yerda sen oldin yashaganmisan o'zi? Ha, yashaganman. Bitta qiz bilan. Nima? Bitta qiz bilan? Yo'q, bo'lishi mumkin emas. Faqat jinnisan sen. Nima qilibdi? U yerda ruh bor. Ruh? Hech qanaqa ruh yo'q. Men yashab ko'rganman. Men ham yashadim, ko'rdim. Qora ajina yuribdi, qop-qora kiyingan. Nima farqi bor? Yasha olmaysanmi? Yo'q, pulimni qaytarib ber. Pulingni bermayman, lekin dachadan ketishim mumkin. Yo'q, pulimni men baribir olaman. Pullaring qani? Pullarim ya'ni. Xavotir olma, men pullaringga narsalar olib qo'yganman. Yaramas ekansan. Keyingi safar men ana shu yerda ekspeditsiya olib boraman. Nima? Dachani hamma yog'ini ko'rib chiqaman. Fol bo'lmasu, lekin nima deydi? Jinni chaqiraman. Lo'li chaqiraman. Yo'q, faqat bunaqa qilma. Politsiyachi ham chaqiraman desamki, yo'q, qog'ozingni ochar, unday qilma. Qilaman, albatta videoning ikkinchisida do'stlar. Nimagadir emanlar, nimadir yashirayotgandek tuyulyaptilar do'stlar. Sevgilarni bunaqa jinnicha qilib bo'lmaydi. Toliblarni olib kelaman desam, yo'q, olib kelmadi do'stlar. Sevgilarni do'stlar sizlardan aytgan qishloqda shun nima edi? Sizlarning xarakteri o'zgarib qoldi, do'stlar, bildinglarmi? U har doim xotirjam yurar edi, lekin shu so'zni aytganidan keyin xarakteri o'zgarib qoldi, do'stlar. Nima bo'lishi mumkin? Yoki u kimdirni o'ldirib o'shatadi, kim borganmikan? Xo'p, do'stlar, buni keyingi qismda bilish uchun like va obunani bosinglar. Xullas, ikkinchi qismgacha xayr do'stlar.